2025-yili Germaniyaning Hannover shahrida bo'lib o'tgan ekspoda 52 ta davlatdan 2849 ta stend qo'yilgan. Tashrif buyuruvchilar 1,5 millionga yaqin bo'lgan. Va u yerda menga eng yoqqan narsalardan biri agro soha vakillarini doimiy taqdirlab borishadi. Oltin, kumush va bronza medallari bor. Bular kimlarga beriladi deydigan bo'lsanglar, eng yaxshi agro sohasida yangilik qilganlar, ishlab chiqaruvchilar, undan tashqari eng zo'r fermer va klaster xo'jaliklarini taqdirlashadi. Bizni O'zbekistonda ham bunday imkoniyat bo'lyapti. 2026-yil 3-4-5 mart kunlar Samarqand Agro Pro Expoda katta qishloq xo'jalik yarmarkasi bo'lyapti. Albatta, bu yerda eng yaxshi nominatsiyalar bo'yicha yaxshi fermer xo'jaligi, yaxshi stend a'zolari va juda ko'plab yo'nalishlar bo'yicha taqdirlashlar bo'lib o'tadi. Agarda siz ham qishloq xo'jalik sohasida o'z faoliyatingizni olib boradigan bo'lsangiz, bu yerga o'zingizni nomzodingizni qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, alohida aytib o'tib ketaman, siz qishloq xo'jalikda ishlab chiqaruvchi yoki agrobiznes egasi bo'lmasangiz ham bemalol kirib, bu nominatsiyalarga ovoz berishingiz mumkin bo'ladi. Uzgro jamoasi ham bu ekspoda qatnashadi va o'zini stendlarini qo'yadi. Albatta, biz pastda opisaniyada yozib qoldiramiz. To'liq ma'lumotlarni olishinglar mumkin bo'ladi. Kirib turib, bizni Uzgro jamoasini ham qo'llab-quvvatlash imkoniyati bo'ladi. Sizlarni 2026-yili 3-4-5 mart kunlari Samarqandda kutib qolamiz.